Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi yana bir chiroyli darvozamizni Toshkent viloyati Angren shahriga olib kelib o'rnatdik. Mana juda chiroyli, ideal holatda olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 3.35, bo'yiga 3.60 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Общий summasi 10.800.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metri 900.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, darvozamizda stoykalari 10ga5 shiviller bo'ldi. Ikki oyog'ini tagi 10ga5 shiviller, tepasi 10ga5 profil bo'ldi. 1.7 stenada. Ichidagi profillar 6ga4, 1.5lik stena, listlar esa 2lik listda bo'ldi. Mana juda chiroyli holatda o'rnatildi darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalariga kelsak, kraskalar mokra asfalt rangda bo'ldi. Devo kraskalarga ham xudo xohlasa garantiya kraskalar. Gruntovkasi lakigacha 4 slov, 5 slov kraska edi. Xudo xohlasa kraskalarga ham garantiya beramiz. Darvozamiz mana zamoglari. Ko'rishlaringiz mumkin. Zubur zamok kardam o'rnatadigan o'sha rossiyskiy zamokdan. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rishlaringiz, orqalari ham tekis. Tepalariga sal yorug' tushib turish uchun lazer qilib berildi. Setka qo'yilib, havo ham aylanib turadi. Sal yorug' ham tushadi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa keyingi kraskadan oldingi, kraskadan keyingi holatlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilinaveradi. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.